Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana men bugun sizlarga bir g'aroyib narsani ko'rsatmoqchiman. Bugun jonimni ollariga o'tirgan paytim sandiqlarini ochgan ekanlar. Shunga bir qiziq narsalarni guvohi bo'ldim-da. Mana qarang, o'sha payt olgan kiyimlari, keyin nimalari, ust-boshlari saqlangan ekanda. Endi bizlar yosh bo'lganmiz, bizlar ko'p narsani bilmaymiz. Endi yoshi kattaroqlar biladi. Ya'ni u payt ko'ylayli. Mana hozir ayollarimiz ko'pincha tiktiradi, boshqa qiladi. O'sha payt ham mana do'konlarga sotilgan ekan. Mana qarang, narxlari bilan, qaysi fabrikada chiqqan, nechinchi yil chiqqan hammasi turgan ekanda. Mana qarang. Ancha narsa ekan. Endi men hozir shu narxlari borini ko'rsatyapman sizlarga. Mana qarang. Qarang, birinchi sort ekan. Xo'p. Raznica seni 14 so'm 10 tiyin bo'lgan ekan o'sha payt. Mana noyabr 75-yil olingan. 75-yil olingan ekan shu ko'ylaklar. Xo'p, Gulistanskiy shveyniy fabrika. Materiallari ham bir qiziqcha, bir antika materiallar. Yani men tuzuk tushunmayman-ku, lekin nedir bir boshqachada, bunday ko'chada uchratmaydigan. Qarang. Xo'p, mana yana qarang, buni qog'ozlari ham bo'lar ekan o'sha paytdagi. Qog'ozlari ham bo'lgan ekan. Bu men ko'rsam o'qib chiqdim. Mana hozir yana bitta ko'ramiz. Buni qog'ozga nimalarni ko'rsatar ekan ular. Necha gradusga yuvilish kerak bo'lgani, qanday quritish kerakligi hammasi bu payt sodda tushuntirilgan ekanda. Mana qilamchata bo'lmaga, bu paxtadan deyapti bu. Xo'p, bu qachon chiqqan ekan? Bu 16 so'm 70 tiyin bo'lgan ekan o'sha payt. 16 so'm. Keyin buni materiali mana nomer yozilar ekan, shu nomerdan bilinar ekan, birinchi sort mana. Xo'p. Mana qarang. SSR Gagarin shveyniy fabrika Gagariniki, mana Namanganga, mana Namanganning fabrikasi ekan, o'zimizniki. Namangan. Xo'p. Mana qarang. Mana ro'mollarni qarang. Mana qarang. Nechinchi yil? 76-yil chiqqan ekan bu. Bu 76-yil suvenir degan SSR'da ki Platoy Головной. Buni menimcha tushunmadim, bu qaysi fabrika ekan bu? Bu fabrikani tushunmadim men. Past yirtilgan ekanda. Bunisini ko'raylik-chi. Xo'p, mana qarang. Shu fabrikalarni bilganlar bormi? Mana Neberejnaya deb yozibdi. 81-yil. Mana narxi 13 so'm 66 tiyin bo'lgan ekan. 13 so'm 66 tiyin. Ya'ni o'sha davrda narxlarini qiziqib ko'ryapman-da men. Keyin shunaqa qanaqa fabrikalar ishlagan bizlarga shular qiziqda. Mana qarang. Qalin ekan. Xo'p, bu qachon? Bu 12-yanvar 74-yil. Bu ham SSR Shersnoy Promenchestovniy Platok. Pavlovskiy, город Pavlovskiy Posad degan 73-yil chiqqan ekan. Narxi 17 so'm bo'lgan ekan, qarang. 17 so'm. Endi mana kamzullari даже kiyilmagan.
Buni ham ko'ramiz. Juda qalin ko'rinishidan. Xo'p, o'sha davrga necha pul bo'lgan ekan shular? Ko'raylik chiqani. 28 so'm 10 tiyun bo'lgan ekan. Qarang, skidka degan joylari ham bo'lar ekan o'sha payt. 28 so'm 10 tiyun bo'lgan ekan. Yili 82-yil. Jaket женский. Mana qayerga tikilgan ekan qarang. Buxorskiy производительный швейное объединение. Bu endi u davlatniki bo'lganda u payt. Hozir u nomlari ko'payib ketdi. Hozir bu oldin davlatniki bo'lganda, shunchaki Buxoroning tekstili, Namangani tekstili shunaqa bo'lgan. Hozir endi ko'payib ketdi. Shuni sizlar bilan bir baham ko'ray degandim. Agar qiziq bo'lsa, o'zlaring izoh qoldirasizlar kommentariyaga. Rahmat vaqt ajratganlaring uchun.